dizayn proyekt asosida tugatilgan obyektimiz. Bu obyektga noldan hamma mebellarni qilib berganmiz. Bugun sizlar bilan shu qilgan ishlarimizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu yerda qilgan ishlarimizni davolab pishibga qilib berganmiz. Podsvetkalari bilan ikkinchi etajgacha polniy tepagacha chiqib ketgan. Bu qilgan ishimizni yaxshi tarafi tayyor reykalar sotib olsangiz balandligi 270-280 balandlikda bo'ladi. Biz shipondan buni 330 balandligiga bestik variantda qilib berganmiz. Stiklari ham yo'q. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu yoqqa skrit ishi qo'yilgan. Agar shu ruchkasi bo'lmasa, shu yerda skrit ishi borligi bilinmaydi. Tepadagi stikka keladigan bo'lsa, mana bu eshiklarga to'g'irlab joy tashlab ketilgan bo'lgani uchun stik tushgan. Bo'lmasa, shu narsa ham patologiyacha bo'lganda bilinmas edi. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz spalniy. Bu spalniyga ham polniy mebellarni qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. O'zini trimosi bor, kravati va shkoflari bor. Bu yerda yana bitta yengili deb aytsa ham bo'ladi bu narsaga LMDF dan laminatdan steno panelli qilganmiz. Shpon fakturada. Bu yoqda o'zini podsvetkalari bor. Kravatimizga keladigan bo'lsak, podvisnoy, havoda turgandek turadi. Metalli konstruksiya teglari bilan bemalol baquvvat kravat bo'lib chiqqan. Bu yerda yana bitta yaxshi tarafi, bu davolni polniy mebeldan apishga qilganmiz. Yana bitta ko'rsatib o'tadigan joyim, bu yerga oq tashqi ko'rinishini laminatdan ishlab berilgan bo'lsa, ichki qismiga xuddi shu davolga ishlatilgan materialimizdan ishlatganmiz. High gold mexanizmlarni qo'yib berganmiz. Aksessuarlar uchun, bu yoqda shim idish uchun. Bu yerda mebelni ichki qismi mana shu shpon fakturadagi laminatdan ishlatgan bo'lsa, tashqi tarafi oq. Bunaqa narsani ham ko'p joyda uchratmaysizlar. Keyingi xonaga chiqamiz. Keyingi xonamiz oshxona. Oshxonamiz ikki qismga ajratilgan. Chap tarafda ovqatlanish zonasi, o'ng tarafda obedniy, shu kuxonniy mebel joylab berganmiz. Bu yerga qilingan ishlar fasadini akrildan, tosh qismini kvartsdan ishlov berilgan. Buni qulayliklariga keladigan bo'lsak, high gold mexanizmlar ishlatilgan, kargolar, bu juda qulaylik beradi ayollarga. Bu yoqda o'zini sushilkalari bor, mo'ykani o'ng tarafida joylashgan. Frankeni mo'ykasi, Frankeni smesителini ishlatganmiz. Bu yerda posuda mo'ykalari bor, qo'yib berganmiz uстановка qilib. Bu ham Franki brendiga tegishli. Ketdi bu yoqda tortma, shkoflar va yana bitta yaxshi tarafi ikki taraflama ikkitalik tortma qilib berganmiz. Bu yoqda high gold mexanizmni kargosini joylab berganmiz. Bu yerda yog' bog'lab qo'ysa, pichoq-pichoqlab qo'ysa bo'ladigan narsa. O'stirofimiz kattagina bo'lgan, bir tarafi shkof, ikkinchi tarafi ovqatlanadigan, o'zini barniz stullari bor. Yana bitta qulaylik tarafi. Bu yoqda rozetka tashlab ketganmiz. Bu rozetka nimaga kerak desanglar, o'stirofda qanaqadir so'kuvchi malka yoki shunga o'xshash narsalar ishlatilsa, tayyor tok elektrичествоdan muammo yo'q. Ko'ringlar, ishimizga baho beringlar. Keyingi xonamiz hol. Bu yoq holimizga qilgan ishlarimizni ikkita chetiga shpondan steno panel qilib berganmiz. Bu yoqqa pattivi joylab berganmiz. Pattivimizni qulaylik tarafi o'rtada rozetkalar bor. Rozetkalarga do'stib tashlab ketganmiz. Чтобы ertaga mametga kolonka nimadirlar qo'ysa, ishlatsa bo'ladigan qilib beringlar deganda shunaqa решение qilganmiz. Bu yerda ustalarning zo'r fishkasi, chiroyli ish qilib ketishgani, ishini yaxshi ko'rgan ustalar qilgan. Mana bu tomirni ko'ryapsizlarmi? Stik uzilmagan. Hammasi keltirilgan. Ishini yaxshi ko'rgan bolalar qilgan. Bu yerda ishdan qochib nima qilingan joyi yo'q. Ko'p ustalar bu narsaga krom ko'rib, oson yechim bilan, решение bilan chiqib ketishadi. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu yoq zalimiz. Zalimizni tashqi ko'rinishi, eshiklarni skriti, davol bilan bir xil rang bo'lgan, bo'yoqda bo'lgan. Ichkari tarafini hozir ko'rsataman. Bu yoq neoklassika stilida remont bo'lgan.
Nimaga ichkarisini hozir ko'rsataman dedim. Bu eshigimizni ichini neoklassika stilida qilganmiz. Krashinlik qilib qilingan. Tashqari emulsiya dovolli rangi bilan bir xil bo'lgan. Bu yerga qilgan ishimizni shpondan devor, pattivi qilib berganmiz. Tilla moldingli yurgan hamma yoqda. Bu yerda eshik qilganmiz, krashinlik ketdi. Bu qismimiz ham polniy krashinlik MDFdan dovolli rangi bilan bir xilda chiqib ketganmiz. Ko'ringlar. Bunaqa narsani hamma joyda ham uchraturmaysizlar, ko'rishinglar mumkin. Eng qimmat gullar ekilgan betga. Hidigacha shunday uyga bilinib turibdi. Mavzuga qaytamiz. Bu yoqda spalniy xonamiz. Bu spalniyga qilingan ishlar bu yoqda TV zona, yana trimolari bilan o'zini bu yoqda kravatlari, tumbuchkalari bor. Podsetkalari bilan qilib berganmiz. Har bitta detalga did bilan yondashilgan hammasiga. Kiraverishda ahamiyat bergan bo'lsangiz, garderobi bor edi. Garderobini Haygold mexanizmlarini ishlatganmiz. Joy tor bo'lgani uchun, yaxshi ko'rinmagani uchun hozir ko'rsatish sal noqulay bo'lyapti. Endi sizlar bilan ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi etajda qilingan ishlar bu yerga o'yinchoqlar uchun stilaj qilib berganmiz. O'zini divani bor. Divanni tagida har bitta tortmadan foydalansa bo'ladi. Bu bolalarni o'ynash uchun katta territoriya tashab ketilgan. Hech qanaqa stol hech narsa qo'yilmagan. Keyingi xonamizda bu yoqda detskiy bo'ladi. Detskiyimizda qilingan ishlar polniy dovolli apshikka qilib berganmiz. Laminatdan taro ko'rinishida qilib chiqilgan. O'zini ikkita kravati bor, parta, divani bor. Bu yerda ishlatilgan materiallar hammasi laminirованный MDF. Bu yerda shkafi bor. Shkafini ichini dovoldagi nima ishlatgan bo'lsak, xuddi shu materialdan ishlatganmiz. Tashqi taraflari polniy oq. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz ham bolalar yotoqxonasi. Bu xonaga ham narigi xonada nima ish qilgan bo'lsa, etakchi qaytarilgan, partasi bor, ikkita kravati, tumbuchkalari, dovollar polniy taroq qilib, MDFdan apshikka qilib chiqilgan. Bu yoqda shkafi bor. Bu shkafimizga ham mana shu dovollarga ishlatilgan materialdan ishlatganmiz, ishlarni, polniy MDFlarini. Ichi boshqacha rang, tashqarisi esa oq. Yon taraflarigacha. Keyingi holga o'tamiz. Bu holimizda mana birinchi etajda ishlatilgan shpon apshikalarimiz ikkinchi etajga chiqqan. Bu yerga skrit eshik qilingan. Agar shu ruchkasi bo'lmaganda, shu yerda skrit eshik borligi bilinmas edi. Bunaqa narsani ko'p joyda uchratmaysizlar. Yana bitta zo'r manzaramiz. Bu yerda holda terasaga chiqib ketadigan joy bor. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qolish esingizdan chiqmasin.